Gapir, nima bo'ldi? Nega bunaqa bo'lib qoldi? Shahzodamiz bilan ketayotgandik. Ana Uruz joriyasi bilan to'qnash kelib qoldik. Keyin hushlaridan ketib qoldilar. Gaplashishdimi? Ha, faqat men eshitmadim. Aldayapsan. Nimalar deyishdi? Allohga shukr, tabib keldi. Qayoqda qolib ketdinglar, doya? Tabib, siz qayoqda yuruvdingiz? O'lib qolsa keragingiz ham bo'lmaydi. Jarrohlik qilayotgan ekan, zo'rg'a yetib keldik. Ahvol yomon. Nima kasal bo'ldi ekan? Xurram degan baloga yo'liqibdi, esi yo'q.